Hammaga assalomu alaykum. Kechagi chiqargan videoroligimni 1700 dan ortiq odam ko'ribdi. Uning ichida layklar bosganlar, kommentariy yozgan odamlar bo'ldi. Obunachim ko'paydi. Sizlarga kattadan katta rahmat. Menga obuna bo'lib kommentariy yozganinglar uchun, fikr bildirganinglar uchun. Hozir shu kommentariyalar ichida bir kommentariy yozibdi bitta akamiz. Sochingga hali oq oralamagan, bitta oqi yo'q degan ma'noda sen 45-50 yoshdagi odamni gapini gapiryapsan deb aytib chiqibdi. Men u akamizdan xafa emasman. Shunchaki aytmoqchimanki, meni yoshim 36 da, sochimga ancha-muncha oq oralab qoldi-yu, uni ahamiyati yo'q. Oq oralagan bo'lishi shart emas. Opit agar tajriba bo'lsa. Masalan, men o'zim otasiz o'sganman. Dadam tirik. Bordi keldimiz bor, lekin yoshligimda, men hali go'dayligimda, 5-6 oyligimda onam ikkalasi ajrashib ketgan. Men bitta onam bilan o'sgan bolaman. Sal aqlimni taniganimdan beri shu kattalarni vazifasi boshimga tushgan meni. O'zim uy soldim, o'zim uylandim. Yoshligimdan 4-sinfdan boshlab tirikchilikka shu kirishga, odamlar bilan muomala qilishga majbur bo'ldim. Onam ko'cha ishlarini qo'lidan kelmadi. Sodda men chiqdim maydonga deb qo'ying. Shunaqa, xullas, hozir aytadigan narsam, mana shu yoshgacha yashagan bo'lsam, meni maslahatlarim, meni qilgan ishlarim o'zimdan katta odamlarga, yoshi pensiyadagi kerak bo'lsa, mahalla oqsoqollariga ham to'g'ri kelgan ishlarim bor. Endi maqtanish uchun aytmayapman. Ulardan bittasi, o'rnak bo'lish uchun aytayapman-da. Ulardan bittasi 2017-yili uylanganman. Shu paytda meni $4400 pulim bor edi. Keyin undan oldin ko'p moliyaviy qiyinchiliklarga to'g'ri kelganman, bankrotlar bo'lganman, boshlagan ishlarim minusga ketgan. Rossiyadan deport bo'lganman 2014-yili. Shunaqa bir ko'p qiyinchiliklar o'tgan, qarz bilan qolib ketganman. $7000 qarzga kirgan paytlarim bo'ldi. 3,5 yil davomida berdim sekin-sekin. Ham uyimni qurilishini davom ettirdim uyda. Ham qarzimni o'zdim. 3,5 yil ketdi shunga. Uy qurilishi bo'yicha ham menda tajriba o'ta yaxshi, yetarli. Ko'p odamlarga maslahat bera olmayman. O'rta va kambag'al qatlamga maslahat bera olmayman. Boylarga mening maslahatim o'tmaydi, ularga kerak emas ham. Ularga foydali bo'lmaydi mening maslahatim. Ular nima deydi, iqtisodiyotni yaxshi tushunadigan, moliyaviy savodxon bo'lgan haligi katta biznes trenerlarning gapini oladi ular. Men hali ularga maslahat beradigan darajada tajribam yo'q qurilish sohasida, boshqada. Lekin hayotda oddiy odamlarga, o'zimiz qatori o'rtahol odamlarga maslahat beryapman. Yaqinda bo'lgan voqea, bir akamiz qozoq millatidan, o'zimni tanishim, tez kelib turadi oldimga, meni klientim, ishimga doim ish joyim kelib turadi. Xullas, shu odam uy olib 120 kvadrat qilib qurmoqchi bo'ldi. Keyin men unga maslahat berdim. Ozgina maslahat berib 20 minut gapirdim, tushuntirdim. Meni maslahatimni oldi, bordi, uchastkasiga borib, o'ylanib o'tirib 1-2 kundan keyin qaytib keldi. Ashitda o'ylandim o'tirib olib dedi. Hisob-kitob qildim dedi. O'ylab qarasam sen haq ekansan dedi. 50 kvadratga kichaytiraman dedi uyni. 70 kvadrat qilib solaman dedi. 120 kvadrat qilayotgan joyda 50 kvadratga tushirdi. Bu yerda men yashayotgan joyda hozir 1 kvadrat metr bitishi bilan podключ 0 dan oxirigacha
$250 tushadi. $12,500 ekonom qildi meni maslahatim bilan shu akamiz. Yoshi 45mi, 49dami shunaqa dedi. Esimda yo'q. Endi 45 deb olaylik va borani. Yoshini taxminan o'zimdan 10 yosh katta odamga maslahat berdim. Shu meni maslahatimga kirib, juda ham katta chiqimdan o'zini saqlab qoldi. Chunki u ehtiyojdan tashqari edi, u 50 kvadrat uniki. Bir katta mehmonxona qilardi, boshqa qilardi, yilda bir marta keladimi, u kelgan taqdirda ham mehmon to'ldira oladimi u mehmonxonani? Shu savol bor. Necha marta umringiz davomida asqatadi sizga dedim. Mana shunaqa katta mehmonxonalaringiz desam, o'ylanib qoldi. Necha kirdingiz? Hay, 45 ga. Yana necha yil yashash niyat bor? Necha yil qurasiz dedim qurilishda. Desam, o'ylanib turib, bo'pti dedi, ketdi, o'ylanib kelib, 2-3 kundan keyin kelib, sen haq ekansan. Men unaqa qilib qilsam uzoq vaqt ko'p ketib qolar ekan, qilolmayman ekan. Materiallarni ham narxini surishtirdim. Juda ham ko'p pulga tushib ketaman ekan, deyapti-da. O'zi buyog'ini o'zi $15-20 ming ketib qoladi uyiga. 32,5 ming, 33 ming ketadigan joyda qisqartirib qo'ydim shuni bir 40-35% ga rasxodini. Oddiy gap bilan tushuncha berib qo'ydim. Shunday miyasiga ting deb urdi gapirgan gaplarim. Keyin mahallamizda bitta 4 ta qizi, bitta o'g'li bor akamiz bor. Tog'a edi, endi biz uchun katta kishi, o'tib ketdi dunyodan. O'zi pensiyadagi odam eng oxirgi eng kenja qizini turmushga berishda qiylanib, sharoiti og'ir, uni ham mahalla oqsoqollariga borgan, mahallaning yordami bormi deb borganda ular meni qo'shnim u. Shu bolani to'yini ko'rdingmi sen dedi-da, debdi. Ha, ko'rdim desa, "Xuddi shunaqa qilib qilasan. To'ying yengil o'tadi. Osongina chiqarib olasan qizingni" debdi. Turmushga berib olasan degan ekan. Bo'pti deb nima qilay debdi. Ular meni ko'rgan, mahalla oqsoqollari to'yimni. Shuni o'rnak qilib 60 dan oshgan odamga aytgan ekan, mendan o'rnak olib yengil to'y qilib oldi. Keyin ko'rishib qolib menga rahmat aytdi. Siz bilasiz ekan, yosh bo'lsangiz ham kallangiz ishlaydi ekan dedi. Ishlaydigan kallalarni yoshiga qaralmaydi. Misolda foydali joyini olib ketaveradi. Men o'zim ham hattoki 20 yoshli, o'zimdan 10-15 yoshli kichkina bolada aqlli fikr bo'lsa, shuni gapiga kiraman. Shuni foydali joyini olaman o'zimga. Men to'ydan oldin 4,5 mingcha pulim bor edi. $3,300 pul bilan qoldim to'ydan keyin. $1,000 ishlatdim xolos to'yga. Qolganini qarindosh urug'im qo'shdi misol. Men ularga yordam qilinglar demadim. Menga mana shu $1,000 ga yarasha to'y qilib beringlar bo'ladi dedim. Desam, "Yo'q, unda bo'lmaydi" deyishib, o'zlari katta aytirishvordi. Endi 2,000 ketgandir, 1,000 ni qarindoshlar to'plab katta aytirishvordi. U $1,000 ichida men o'zimga ust-bosh ham qildim, kiyov sarpo qildim. Kelinga kelin sarpo qildim, ham mahrini ham berdim. Ko'ryapsizlar? Qanaqa qilib moliyaviy pulni boshqarish kerak. To'ydan keyin 2 etajlik qilib 16 metrga molxona qurdim. Mol boqqani. Bu biznesmi? Biznes, домашний biznes. Uyda qilinadigan uy sharoitidagi biznes. Qo'shni taraf devorlari bir taraf nurab ketgan edi, tushib, ikkinchi tarafi polniy ochiq edi. Uni to'sdim. Buyog'i bir tarafi 23 metr, bir tarafi 40 metrcha joyda. 36 metr deganim. 70-80 metrga devor qildim. Shularga pulim yetib oshib, orada keyin kasal bo'lib qoldim. $1,000 pul ketdi davolanishimga. O'zim pulimga yalindim. Hech kimdan bir tiyin qarz olganim yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa foyda beryapti? Gap yoshda emas, gap boshda. Fikrlashda gap.